Üçüncü этаж, ребят. Третий этаж. Bana birinci этаж. Üçüncü этажda. O'limdan boshqa qanday ish bor? Mana qarang, qanaqa jon saqlashdan boshqa qanaqa ish bor? Aytaymi bu dunyoda? Odam hayoti qiyin bo'lib qoldi. Прямо so'zdan beri. В первую очередь они должны таким людям стать помогать. Соседи. Ana kal tushib ketgan oyoqlarga ochonib qo'yganlar. Bu kal tushib ketgan. Eski. Eski sevishdi, maqsad. Bu yoq singan bo'lsa, Shunaqa ekstrener kelishim sababi shunaqa. Qo'ldan qo'lida o'tiradi. Yuqori tushganlar-da. Пить она хочет, да не воды. Oynani oching to'g'rida qolqana ichkari. Ilochim. Ancha bo'lgan, tushganlaring deyman, ancha bo'lganmi deyman. Yo'q, qatamib qoldinglar. Она упала вот здесь, она. Oyoqlarni his qilmadim ekan, ochganimizda. Я поставила бензин телефон. Все нормально, бензинчик. Hammasi yaxshimi? Siz normalmi? Baraka topmaydi qoldi. Uydagilar ko'rmasida ota-onalar. Rahmat. Men komanda bilan, ukamgilar bilan kelib, to'xtat qo'lidan keldik. Biz ketdik. Baraka topmaydi. Bu duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, rahmat. Спасибо огромное, ребята. Спасибо, респект sizlarga, отдельный респект sizlarga. Rahmat, charchagan, sog' bo'ling. Sizlarga ham qo'shilib ko'paysin. Ha, qayg'uradi ekan. Ular bilan kelib, xudo xolisa ishni bitirdik. Bundan yana ekstreniy zakazimiz chiqib qoldi. Eng qiziq 3 ta mashinada boramiz. Qanaqanikida? Da, go. Senga bemalol olib chiqsanglar bo'ladi. Mana buni haqqa qo'ying. Salomat bo'linglar. Duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi zakazga ketishimiz kerak. Hamma o'zining mashinasida. Ketdik.